Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisiz? Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogs kanali do'stlar. Bugungi roligimiz Telegramda begona akkaunt nomerini aniqlash haqida bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, bu haqida imkon yo'q-ku. Albatta, imkon yo'q narsani o'zi yo'q. Hozir esa men sizlarga video davomida buni tushuntirib o'tkaman do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimaliy like va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obunani bosib qo'ying. Chunki shunga o'xshash barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Demakda bo'lsangiz do'stlar, biz videomizni boshladik. Telegramga kirib olamiz va nomerni faqat hozirda shu bot topib beradi nomerni, ya'ni begona kontakt nomerini. Xo'p, qaranglar. Botga kirganingizda shuni oyna ochiladi. Bot silkasi esa video описаниесida qoldirib o'tgan, обязательно qidirib o'tirish shart emas. Buni fake botlar ham chiqib ketishi mumkin, aldanib qolishingiz mumkin. Video описаниесі orqali bemalol o'tsanglar bo'ladi. Botga kirganingizda shunaqa oyna ochiladi va bu yerdan boshlashni bosamiz. Start to'g'rog'i va ozgina kutamiz va mana bu yerda o'zi bizga 3 ta kanal tashlaydi. 3 ta yoki 4 ta, ya'ni soqa qilish kerak, bular ham обязательно. Va kanallarga a'zo bo'lib chiqamiz. 3 ta kanalga a'zo bo'lganimizdan so'ng esa biz bu yerda tasdiqlashni bosamiz. Va ozgina kutamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Botdan foydalanish uchun ro'yxatdan o'ting deyapti. Ro'yxatdan o'tishim uchun Telegram nomerimizni yuboramiz. Telegram bo'langan nomerimizni. Mana bu yerda aytayapti, botdan faqat ro'yxatdan o'tdingiz. Botimiz to'liq foydalanish uchun topshiriqni bajaring. Topshiriq bajarishni bosamiz. Va bu yerdan ko'rishingiz mumkin, topshiriqni bajarish uchun botlar guruhiga kiring va kontaktingiz odam qo'shing. Bu yerga unaqa narsa yozish shart emas. Bu yerga shunchaki 0223 da yozasiz. Ya'ni bu promo kodi, mana bu bo'lsa, mana bot yordamida nomer aniqlashingiz mumkin. Botdan yomon maqsadda foydalanmang. Ha, tushunarli bu yoqda. Tushundimda bosamiz. Va endi ko'rishingiz mumkin, nomerni aniqlash, dasturchi bot haqida bizga eng keraklisi nomerni aniqlash. Va bu yerda biz ixtiyoriy matnni ko'ramiz. Ixtiyoriy matnni yozamiz. Ixtiyoriy matn yozganimizdan so'ng esa mana bu yerda bot silkasi bo'ladi. Mana shu vaziyatda siz begona kontaktga bot silkasini yuborasiz. Ya'ni qanday holatda? Uni aldagan holatda botga startni bostirib olsangiz, siz u odamning nomerini bilib olasiz. Misol uchun, yuqorida men hozir tanishimga, ya'ni adminimga tashab ko'raman, keyin bu yoqni tushuntiraman. Misol uchun, start bosib ber. To'liq. Mana, start bosib ber, to'liq va yuboramiz. Men qaranglar. Men adminimga yuboryapman. Uzatishni bosamiz va adminga yuboramiz. Va ozgina kutamiz, bu yerdan to'liq ro'yxatga o'tib ber. To'liq ro'yxatdan o'tib ber. Mana yubordik. Hozir endi bu start bosib nomerini jo'natsa, xuddi biz qilgandaqa mana bu yerda nomerimizni jo'natdik-ku kanalga a'zo. O'shandan so'ng avtomatik sizga o'sha odamni nomeri chiqib keladi. Mana masalan buni mana o'sha ko'rdingiz, Suhrob. Mana o'ziga yuboramiz, ko'ringlar. 100% ishonchli. Bot 100% ishlamoqda. Mana so'raymiz, shumi nomer. To'g'risi aytaman, tepaga turibdi-yu. Bu adminimning holi nomerini bilmayman daji. Mana ko'rishingiz mumkin, nomeri yo'q. Mana shunaqa odamlarga mana shunaqa holatda yuborasizlar. Va endi o'qisin. Mana Suhrob Uspor usernamesi ID raqamini. ID raqami 62 va suda. Mana ID raqamini ham ko'rishingiz mumkin. 621 mana shunaqa. Hozir o'zi o'qiydi. Men 100% o'zi mana shu nomerga ulangan. Hozir buni ham sinab ko'ramiz. Bot 100% to'laydi debmi? 100% aniqlab beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir saqlanib qilamiz. Ishonch uchun. Agar kontaktini shaxsiy qilib qo'ymagan bo'lsa, shaxsiy qilib qo'ygan ekan. Qarchi bog'lar mana shunday holatda bu raqamni mana shu bot mana shunday holatda aniqlaydi. Hozir biz kelishgan holatda bunga start bostirdim. Men sizlarga masalan bosmashi mumkin. Odam nimaga endi start bosamiz deyishingiz mumkin. Masalan, tanishingizmi yoki begonami? Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, bosh menuni bosib ozgina kutamiz. Mana nomer aniqlash bosasizlar va ixtiyoriy matn. Ixtiyoriy matn bosganingizdan so'ng esa mana qaranglar. Mana bu yerda boyagi silka bor, mana bu sehrli bot. Mana masalan bunga yuborgan sehrli botimiz mana tepada edi, silkasi. Xo'p. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bot уже 100% qilib berdi. Hech qanaqa aldov degan narsa yo'q.
Sizlar aldashingiz mumkin. Bu kelishgan holatda qildim, lekin nomerini o'sha mana haqiqatan to'g'ri chiqdi. Endi bir xilla bosmasi mumkin, masalan, start bosmangiz degan. Mana bu yerda yuqorida turish, pastga turish va markazda, masalan, yuqoriga qo'yib qo'yishingiz mumkin yoki pastga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun pastgani bosasizlar-da, tashlamoqchi odamingiz nimaga qiziqmoqchi, agar tanishingiz bo'lsa yoki kimdiringiz bo'lsa. Misol uchun, bot taking-ga Usama nomer tarqatayapti. Iltimos start bosib bering. Misol uchun-da, odamlar ishontirishingiz kerak. Mana shunaqa tashlaydimi? Sehrli o'ta tepasida bo'lar ekan, bari foydasi yo'q. Mana tekin nomer tarqatib start bosib bering deb iltimos qilsangiz, u odam start bosib ro'yxatdan o'tgandan keyin to'liq nomeri avtomatik sizga kelib tushadi. Bu shunda 100% ishlaydi. Hozirda faqat mana shunday holatda begona kontaktlar nomerini olsangiz bo'ladi. Просто mana shunaqa narsa bilan kimdirni qarmoqqa iltirib olsangiz bo'ldi. Bu yog'i sizniki. Nomer ulangan nomer sizda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Oldin bitta narsa bor edi, bitta bot bor edi. Hostingda bot qanaqadir Python ishlangan. Faqat mana shu ID'si orqali, ya'ni boya ko'rdingiz-ku, mana bu ID orqali, masalan, mana bu begona raqam mana shunday ID orqali nusxalab top berar nomerni. Hozir esa bunaqa bu yopilib ketgan Telegram tomonidan, chunki Telegram bunaqa narsalarga qarshi va xavfsiz ishlash uchun shunaqa narsa botlarni yopib ketgan. Oldin shunaqa botlar juda ham ko'p edi. Всё, mana shunday holatda sizlar ham birovlarni aldasangiz bo'ladi. Faqat ishontirishingiz kerak. Misol uchun men so'ng nomer olib beraman yoki mana shu botga start bosib 2000 beraman, yig'aman, anaqa shu orqali nomerni bilib olishingiz mumkin. Всё. Aytgancha mana shu admin open budjetga ovoz yig'adi. Open budjetga ovoz yig'moqda 35 ming so'm, 40 ming so'mdan qayerga beraman desanglar, bemalol open budjetga ovoz yig'ishingiz mumkin. Ya'ni ovozga 100% pulingizni ro'yxatdan o'tish bilan to'lab beradi. Bu admin ishonchli, mana Telegram guruhimizga ham admin, o'zimning eng katta adminim, to'g'rog'i, shaxsiy eng yaqin nomerlarda to'lab bermoqda. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu adminim. Faqat Telegram guruhimizga o'tib yoki mana shu silka orqali topib, bemalol open budjetga ovoz yig'dirib olsanglar bo'ladi. Endi reklama degandek gap. Всё. Mana ko'rishingiz mumkin. Scroll boshqatdan mana start bosib ko'rding, daji nomerni boshqatga yuborib sizga kelaveradi. Kim ro'yxatda o'tsa, nomingizdan. Всё. Xo'p, do'stlar, shu narsani aytib o'tay. Agar sizlarga Telegram nakrutka xizmati kerak bo'lsa, bemalol Telegram nakrutka va Instagram nakrutka xizmati kerak bo'lsa, tezkor, ishonchli, sifatli bittada olib beradigan, bitta, ya'ni 1 soatga bormay nakrutka uriladigan tezkorlik sifat nakrutka bizda do'stlar. Xo'p, do'stlar, yana bir narsani aytib o'tib agar mana shu videomiz 1000 ta like yig'sa, kamida 1000 ta like yig'sa, mana shu, ya'ni mana shu ID orqali, mana shu ID'sini nusxalash bor. ID'si orqali nusxalandi. Bot orqalimi, sayt orqalimi, shu ID orqali shu ID egasi qaysi kanallarda kim bilan yozishyapti, qaysi kontaktlarda, shu narsani ham o'rgatib o'tib ketaman va 1,5 mingta like bo'lsa, xuddi sizlar ham mana shunaqa bot yarata olasizlar. Juda ham oson. Shuni ham o'rgatib o'tib ketaman. Buning uchun sizlar maksimal like va kanalimizga o'tib obunani bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Bugungi videom shunday iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videomizga maksimal like bosinglar va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obunani bosib qo'yinglar va xudo xohlasa 30 mingta bo'laylik. Xudo xohlasa 30 mingta bo'lsak ham 30 ta nomer qo'yganman. Ha, aytgancha shu nomerga ham konkursimiz bor. Bitta O'zbekiston nomeri qo'yganman. Besizman, toza. Sharti juda oddiy. Mana shu videoga like bosib, kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yasiz, mana shu kanalga va kommentda xohlagan so'zni yozasizlar va keyingi videoda g'olibni aniqlab o'tib ketamiz. Bitta O'zbekiston nomeri Telegram uchun. Sizlar bilan yaqinda vlogස් kanal bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr do'stlar.